Assalomu alaykum azizlar, barchangizga xayrli kun tilaymiz. Toshkent telekanalida sizni eshitamiz loyihasi jonli efirda namoyish etilmoqda. Bugun ham sizni qiziqtirgan mavzulardan biriga murojaat etamiz va bugungi mavzuyimiz bevosita tibbiyot bilan bog'liq hisoblanadi. Dasturimizning bugungi mehmoni shifokor dermatovenerolog Sarvar Rahimov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsizlar. Sarvar aka, siz mana aynan lazerli teri kasalliklari bo'yicha mutaxassissiz, dermatologsiz. Keling, suhbatimiz avvalda aynan mana yoz mavsumi arafasida turibmiz. Yozda bizni bezovta qilishi mumkin bo'lgan teri kasalliklar haqida ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Xo'p, yoz mavsumida demak ko'proq quyosh bilan bog'liq bo'lishi mumkin va undan tashqari shu mavsumga bog'liq bo'lgan har xil allergenlar, qo'zg'atuvchilar bilan bog'liq, ya'ni mevalar, mana pishish vaqtlari bo'ladi. Shular bilan bog'liq holatda har xil teri kasalliklar demak rivojlanishi mumkin. Endi quyosh bilan bog'liq bo'lgan o'sha har xil fotodermatoz kasalliklari bo'ladi va quyoshda kuchayib boruvchi masalan har xil pushti husnbuzar, allergik dermatitlar, shunaqangi bir vaziyatlar bo'lishi mumkin. Bu endi quyosh bilan, ya'ni tashqi omillar bilan. Va undan tashqari masalan bemorda demak biror bir mahsulotlarga aynan o'sha bahor, yoz oylarida pishuvchi mevalar bilan bog'liq bo'lgan bir allergik holatlar bo'lsa, masalan mana qulupnay, mana gilos, mana hozir eng pishgan paytlari ba'zi bemorlarga demak bu narsa yoqmasa, bu bilan bog'liq holatda har xil allergik dermatit kasalliklari rivojlanishi mumkin. Lekin umuman olganda teri kasalliklari demak yil davomida demak har xil o'zini nozologiyasi bo'yicha vaqt tanlamagan holatlarda demak har xil teri kasalliklar bilan bizga murojaat qilishadi. Tushunarli. Demak, yozda ham ko'payishi mumkin teri kasalliklar bilan o'sha og'rigan bemorlar soni. Rahmat aytamiz. Aziz tomoshabinlar, biz jonli efirdamiz. Shu bois biz bilan jonli muloqotga kirishish imkoniyati hamda mutaxassisimizga o'z savollaringiz bilan murojaat qilish imkoniyati sizda mavjud. 71 kodi bilan 244 01 41 raqamiga telefon qilgan holda biz bilan bog'lanishingiz va savollaringizni yetkazishingiz mumkin. Va sizning savollaringizga shifokor dermatovenerolog Sarvar Rahimov javob beradilar. Sarvar aka, shu o'rinda yana bugungi kunda bir qancha insonlar aziyat chekadigan vitiligo kasalligi haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, u tug'ma bo'ladimi yoki orttiriladimi, nimaning ta'sirida paydo bo'ladi? Endi vitiligo kasalligi bu terini rang hujayralari bilan bog'liq bo'lgan rang hujayralarining kamayishi hisobiga demak har xil o'sha oq dog', xalq tilida pes kasalligi masalan deb ham aytishadi. Vitiligo kasalligi to'g'ri aytganingiz haqiqatan tug'ma ham bo'lishi mumkin, orttirilgan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'pincha biz praktikada, amaliyotda demak orttirilgan holatlarni, orttirilgan turlarni ko'p uchratamiz. Bu masalan mutlaqo deyarli yosh tanlamaydi desak ham bo'ladi. O'sha erta bolalik davrlaridan, o'sha bog'cha, maktab yoshlaridan boshlab to demak o'sha qarilik davrigacha ixtiyoriy vaqtda bu chiqishi mumkin. O'ziga yarasha juda ham bir sabablar ko'p bo'lgan, ya'ni multifaktorial etiologiyasi, ya'ni sabablar ko'p bo'lgan kasalliklardan hisoblanadi. Asosan shu organizm o'sha ichki holat, har xil organ sistemalarining ham buzilishi hisobiga ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun demak bu bemorlarimizni to'liq tekshiruv qilgan holatda, tekshiruvlar asosida va individual holatda demak yondashiladi. Buni demak davolash har xil yo'llari ham albatta chiqib ketadi. Mutlaq tuzalish mumkinmi vitiligodan? Endi biz aytamiz, qancha erta murojaat qilishsa, qancha bu narsani masalan tarqab ketishidan oldinroq demak o'sha kichik bir o'choqlarda endi boshlagan vaziyatda demak murojaat qilishsa, albatta natija shunga yarasha samarali bo'ladi. Afsuski juda ham ko'p tarqoq holatlarda tibbiyotda ham imkoniyatlari borgan sari kamayib boradi. Shu tomonlari ham bor albatta. Demak, iloji boricha erta murojaat qilish kerak. Va aynan vitiligo bu teri saratoni hisoblanadimi? Yo'q, teri saratoni emas, bu demak terimizni melanosit hujayralari bo'ladi. Ya'ni siz bilan bizani demak rangimizga javob beruvchi hujayralar. Agar bu hujayralar soni kam bo'lsa, tabiatan odam rangi och bo'ladi. Agar masalan bu hujayralar soni ko'p bo'lsa, tabiiyki bu insonlarning tabiiy rangi demak to'q bo'lib boradi. Endi bu kasallikda aynan shu hujayralarga zarba, o'zini immun tizimi mana shu melanosit hujayralarga qarshi zarba berishi, u hujayralarning bo'linib ko'payishiga bir to'sqinlik qilishi, bloklashi, bu tizimni o'sha ishdan chiqarishi hisobiga demak shu hujayralar, ya'ni melanosit hujayralar soni kamayib boradi. Ular soni kamayib borgan sari biz tashqaridan qaraganimizda demak teri oqarib boradi.
shunaqa tushunarli. va bu qon bilan ham bog'liq. Qon bilan ham bog'liq. Chunki bu immun sistema bu qonda bo'ladigan jarayon. Va Tushunarli. ota bobolarimizning gapi bor, qon bilan kirgan narsa albatta bu qiyin, jon bilan chiqadi degan har xil gaplar bor. O'shaning uchun bu qon biz bilan birga hech ketib qotgan yo'q. Shuning uchun ham bu kasallik bilan kurashish ancha mushkul o'ziga yarasha. Tushunarli. Sarvar aka, bizda qo'ng'iroq bor, bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Sizni eshitamiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Savolingiz bo'lsa, marhamat. Marhamat. Aytaveraymi? Albatta. Shu qo'llarimda qora dog'lar bor-da, shularni shuni nima qilish mumkin endi qanaqa? Qora dog'lar deysizmi? Tushunarli. Demak, jigarrang dog'larda, jigarrang dog'lar. Jigarrang dog'lar. Yoshingiz nechida? 60 ta. 60 ta demak yoshingiz va sizni o'sha jigarrang dog'lar qo'l qismida, to'g'rimi? Ha, qo'limda. Marhamat. Mutaxassisimiz javob beradilar. Bu bemorimiz yoshlari o'sha 60 dan oshgan ekan. Endi biz avvalambor biz bemor ko'rmayapmiz, chunki biz hali tashxis qo'yish uchun demak 99% bu ko'zimiz javob beradi tashxisga. Biz ko'rgan holatda demak 99% bir fikrga kelamiz va qo'shimcha demak tekshiruvlar o'tkazamiz. Endi balkim gaplari bo'yicha har xil o'sha demak qarilik keratomasi degan kasalliklar bor. Qarilik dog'lar deyishadi. Ha, qarilik dog'lar har xil o'sha jigarrang holatdagi yumaloq shakldagi har xil razmerda bo'lishi mumkin. U yoki bu katta kichkinalikda demak aynan shu bilak sohalarida, yuz sohalari, bo'yin sohalarida, ya'ni ochiq sohalar, ko'proq quyosh tegadigan demak sohalar bilan bog'liq holatda rivojlanishi mumkin. Bu unaqa bir xavfli nima emas, bir holat emas. Lekin baribir ko'rish kerak. Ba'zi holatlarda demak estetik tomondan bemorlarimizga bu narsa yoqmaydi va oldirish xohlashadi masalan. Demak, bunaqangi vaziyatda biz ko'rib individual yondashgan holatda lazer amaliyotlarini ham bajarishimiz mumkin. Ya'ni o'sha dog' masalasida. Va yana bir marta aytaman, biz bemorni ko'rmadik. Balkim u yoqda mutlaqo chuqur tekshirib, keyin tashxis qo'yiladi. Mutlaqo boshqa kasallik bo'lishi ham mumkin. Bu endi hozir gaplardan albatta birinchi fikr kelgani balkim shu bo'lishi mumkin. Rahmat. Va aynan shu lazerli davolash bugungi kunda juda ham ommalashgan, ayniqsa o'sha teridagi dog'larni yo'qotishda bu juda qo'l kelmoqda. Uning zararli ta'sirlari ham bo'lishi mumkinmi? Endi uzun quloq gaplarga qaraganda aynan shu lazerli muolajalar inson organizmida aynan shu saraton nuqtalarini qo'zg'atib yuborar ekan degan gaplar ham yuradi xalq orasida. Albatta, bu gapda jon bor. Shuning uchun ham demak biz oldin tashxis qo'yishimiz kerak. Bu o'zi nima kasallik? Har xil bu onkologik demak hosilalarga, demak har xil onkologik dog' yoki neus, ya'ni novoobrazovaniyalar deymiz. Shu narsami, bu onkologik hujayralarga bir shubha bormi? Buni chuqur oldin tekshiriladi. Keyin albatta shunga qarab keyin demak lazer amaliyoti yo bajariladi, yo bajarilmaydi. Bu individual hal qilinadi. Balkim bu bizani kasal bo'lmasligi ham mumkin, biz onkologga ham jo'natib yuborishimiz mumkin. Demak, individual yondashiladi albatta. Demak, chuqur tekshiruv baribir ham olib borish kerak. Shoshma-shosharlik yaramaydi. Bugungi kunda aynan kosmetologlar ham mana shunday lazerli muolajalarni juda faol qo'llashmoqda. Nazarimda bu to'g'ri emas. Albatta, hozir juda bir og'riqli nuqtani bir aytib o'tdingiz. Hozirgi kunda demak ko'plab o'sha kosmetologlar, endi kosmetolog deganda biz ikki xilga ajratishimiz mumkin. Ya'ni vrach bo'lgan dermatolog vrach, qo'shimcha keyin kosmetologiya yo'nalishida o'qigan, ya'ni dermatokosmetolog mutaxassisi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam mutlaqo tibbiyotga aloqasi bo'lmagan yo eng nari borsa bir hamshira darajasidagi inson har xil 3 oylik bir kurslar o'qib, har xil sertifikatlar olib, demak kosmetologiya amaliyotini bajarib yurgan bo'lishi mumkin. Albatta bu ikkinchi toifadagilar bilan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va hozirgi kunda bu narsani nazoratga solish yo'lida bir qancha qonun qoidalar o'sha Sog'liqni saqlash vazirligidan ishlab chiqarilmoqda va ularni aniq demak faoliyati nimadan iborat, ya'ni kosmetologda va nima ularga qilish mumkin emas degan bir aniq chegara qo'yish hozir nazarda tutilyapti. Bu shunga jarayonda. Chunki bilib bilmay demak vrachlar qiladigan amaliyotlarni ham kosmetologlar qilib qo'yyapti va shuni hisobiga har
xil asoratlar kelib chiqishi mumkin. Chunki ko'p holatlarda u vrach bizga o'xshab, demak, uni chuqur tekshiruv o'tkazishmaydi. Ya'ni shu joylari, shu jihatlari biroz og'riqli nuqtasiga bo'ladi albatta. Endi biza xalqimizga murojaatimiz avvalambor ular tibbiy saviyani oshirishsin. Chunki hech kim xalqi borib aynan kastorga borib murojaat qilib majburlamaydi. Ular o'zi xohishi bilan boradi. Shuning uchun mayli boshmasin demaymiz. Borgandan keyin biror bir muolaja olgandan keyin avvalambor o'zligiz so'rashsin. Misol uchun u vrachmi, bir diplomi bormi? Buni talab qilish ularning huquqi. Bemalol talab qilishlik mumkin. Agar vrach bo'lsa, demak u taqdim qiladi. Xotirjam o'zligini, sog'ligini, o'zini yuzini ishonch bilan demak topshirishadi. Rahmat. Bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta. Va bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor. Assalomu alaykum, sizni eshitamiz. Alo. Assalomu alaykum, efirdasiz. Assalomu alaykum. Mani qo'lim qichishyapti, ustki qismi, ikkita barmog'im ustki qismi shit tashiydigan darajada qichishib ketadi-da. Nima qilsam, nima mas surish kerakmi, yog' surish kerakmi? Yog' ham surib ko'rdim, zaytun yog'i ham surib ko'rdim, o'shani sal bosilgandek bo'ldi. Lekin u har kuni shunaqa qitishadi, nimadan u? Yo'q, o'z qopli toshdanmi? Rahmat. Teringiz quruqmi yoki suvlanish holatlari ham bormi aynan shu qitishish zonasida? Terim quruq. Quruq, teringiz. Yoshingiz nechida? 77da. 77da. Rahmat savolingiz uchun. Demak, yoshlar 77da, barmoqlar ustida qitishish. Endi albatta boyagi gap ko'rmadik. Endi gaplari bo'yicha har xil kontaktli allergiya dermatit bo'lishi mumkin, har xil chesotka bo'lishi mumkin. Buni aniqlash kerak. Kontaktli allergiya dermatit deganda biror bir tashqi tomonlama demak ta'sir qilgan allergenlar bu bo'lishi mumkin. Har xil ximikatlar, har xil mana bu idish to'yadigan gel yoki sovun masalan, har xil shunga o'xshagan vositalar, kir yuvish vositalari bu bir tomonlama. Ikkinchi tomonlama har xil changli holatlar, misol uchun mana yoshlar katta ekan, ba'zi holatlarda bularli sal nima deydi, zerikib, agar ho'li bo'lsa, ho'lilarda biror bir o'sha o'simliklarga bir qarab, et-betiga qarab qo'yishligi mumkin masalan. Bir hobbi bir sifatida. Bu ham bir changli holatda demak kontakt bo'ladi yoki o'sha o'simliklar bilan demak kontakt bo'ladi. Shuni hisobiga har xil kontaktli allergiya dermatit holatlar vujudga kelishi mumkin. Albatta bu yerda boshqa kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu uy sharoitida buni davolash mumkinmi yoki shifokorga murojaat qilish kerakmi? Buni tashxis qo'ygan holatda va tekshiruv qilgan holatda demak tavsiyalar beriladi. Endi og'ir yengillik darajasiga qarab, agar bir yengil holat bo'lsa, bemalol uyda davolanishadi tavsiyaga asosan. Rahmat. Demak, bizda qisqa tanaffus, reklama bor. Reklamadan so'ng esa suhbatimiz davom etadi. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Yangi tariflarni kutib oling. Nima bor? 5G uchun trafik, musiqa va TVga obuna, roaming uchun trafik, hatto dam olish kunlarida cheksiz internet. Eng asosiysi, yanada ko'p eng tezkor mobil internet. Tezlik uchun Ucellga. Ucell tezligini 10 milliondan ortiq abonent tanlagan. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Teraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Teraflex Ultra bor. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Bu qanday ro'y berdi? 2 oldingmi? Ona ikkalamizni xafa qilyapsan. Seni otang esa 2 baho olganingda urushmas edi. Mayli, hech qisi yo'q. Tamaddi qilib olaylik, o'zim senga yordamlashaman. Andalus halol hayot tarafdorlariga. Faol hayot tarzi juda ko'p kuch talab qiladi. O'zimni kuchli va go'zal his qilishim uchun menga kalsimin yordam beradi. Kalsimin bu tarkibida 5 ta mineral bor, yagona kalsiy preparati. Minerallar kuchli suyaklar va nafis tirnoqlar uchun kollagen hosil qiladi. Men kuchliman va jozibadorman. Kalsimin. Bayer. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz.
Sizni eshitamiz loyihasi jonli efirda davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, dasturimizning bugungi mehmoni tajribali dermatovenerolog Sarvar Rahiyev bo'ladilar. Ular bugungi kunda EMU klinikasida o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar va bizning shifokorimiz aynan lazerli davolash bo'yicha malakali mutaxassis hisoblanadi. Shuningdek, ular ijtimoiy tarmoqlarda ham faollar. Ularga savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilish imkoniyatiga egasiz. Va suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Bugungi kunda juda ham ko'pchilik, ayniqsa o'smirlar, yoshlar shikoyat qiluvchi akne, ya'ni husnbuzarlarga to'xtalmaslikning iloji yo'q. Husnbuzarlarni odatda tegish kerak emas, ular bevosita shu bizning ichki salomatligimiz bilan bog'liq hisoblanadi va u aynan ichki organlarimizdagi kasalliklar haqida belgi beradi deyishadi va ularga tashqi jihatdan ta'sir etishi mumkin emas deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri va ularni davolashda qanday samarali usullar bor? Xo'p, ancha to'g'ri bir ma'lumot bilan aytdingiz. Haqiqatan ugrik kasalligi faqat bu yuzni terisini o'zini muammosi emas, balkim unga ta'sir qiluvchi bir qancha omillar, o'sha ichki organlarni demak har xil holatlar, o'zgarishlari ham bevosita ta'sir qiladi. Endi ugrik kasalligini o'zi umuman olganimizda asosiy mexanizmi, ya'ni asosiy rivojlanish mexanizmi bu yerda yog' bezlari bilan bog'liq. Ya'ni terimizda demak yog' bezlari, ya'ni sebatit deymiz, yog' bezlarning faoliyatini keskin oshib ketishi, ya'ni giperfunksiyasi deymiz, oshib ketish hisobiga paydo bo'ladigan holat va u yerga ko'pincha yog'li yuzlarda bo'ladi ular. Qo'shimcha tashqi tomonlama o'sha infeksiya qo'shilish hisobiga bu sekin yallig'lanish, yiringli holatlar ugrik rivojlanib boradi. Va albatta bundan tashqari bunga qo'shimcha demak o'sha ichki organlardan hazm qilishdagi muammolar, oshqozon-ichak muammolari, endokrinologik kasalliklar, har xil gormonal o'zgarishlar, ayol kishi bo'lsa demak har xil ginekologik kasalliklar, hatto nerv sistemasi bilan bog'liq har xil stress faktorlar demak ta'sir qilishi mumkin. Undan tashqari yeb ichish, albatta ma'lum bir mahsulotlar ham kuchaytirishi mumkin. Nasliy moyillik degan narsa bor, ya'ni misol uchun problemni deymiz, muammoli demak yuz terisi otasida yoki onasida bo'lsa, demak farzandiga ham shu narsa moyillik sifatida o'tishi mumkin albatta. Shuning uchun bunaqangi bemorlarimizni tekshirib, chuqur tekshiruv asosida demak muolajalar qilinadi. Og'ir yengillik darajalariga qarab turib demak muolajalarni tanlaymiz. Kompleks, odatda ko'pincha demak kompleks yondashiladi. Bunga ham ichki tomonlama, ham tashqi tomonlama bevosita ta'sirot o'tkazib, o'sha dori-darmonlar bilan birga demak davo qilinadi. Undan tashqari bir qancha fizlecheniyalar, apparatlar bilan muolajalar demak qo'shimcha qilinadi terini o'ziga. Shunda yana ham samarasi oshadi, yana ham effektivlik darajasi oshib boradi. Va bunaqangi bemorlarimizni uzoq muddat kuzatuvida bo'lishadi. Chunki bu ugrik kasalligi bir oddiy bir allergik holat emas, bir 5-10 kunda o'tib ketadigan holat emas. Bunaqangi bemorlarimiz bilan demak uzoq shug'ullanganimizda albatta yaxshi natijalarga erishib boramiz. Va aynan shunday husnbuzarlar ko'pincha o'smirlarda kuzatiladi va aynan ularni siqish natijasida qolgan chandiqlar ham bo'ladi. Bugungi zamonaviy tibbiyotda aynan shu chandiqlardan xalos bo'lish mumkinmi? Xo'p, bu endi asoratlari deymiz, demak ugrik kasalligini qancha tegsangiz, siqsangiz, ayniqsa yog'lanish jarayoni yana ham terini chuqur qavatlarga kirgizib yuboradi. Shuni hisobiga deb aytdi demak har xil asoratlar, jumladan demak chandiqlik o'zgarishlar, har xil dog'li o'zgarishlar rivojlanib boradi. Shuning uchun bunaqa bemorlarimizga mutlaq siqish holatlarini tavsiya bermaymiz. Agar bunaqangi holat rivojlanadigan bo'lsa, demak bosqichma-bosqich aynan chandiqlar bilan ham ishlanadigan hozirgi tibbiyotda o'sha lazerli amaliyotlar, lazerli shlifovka deymiz, o'sha terini lazer bir qavatini demak kuydirish hisobiga, terini yengillanishi hisobiga sekin-astalik bilan chandiqlik o'zgarishlar kamayib boradi. Bundan tashqari mana o'smirlik davri deb aytib o'tdingiz. Nega o'smirlik davri? Chunki o'smirlik davrida bu gormonal status eng jinsiy gormonlar pikka chiqadigan paytlar hisoblanadi. Shuning uchun ham bu boya aytdik, demak yog' bezlari, sebatitlar funksiyasi oshishi dedik. Bu funksiyasini asosiy boshqaradigan narsalar bu jinsiy gormonlar. Ya'ni jinsiy gormon pik paytda bularning faoliyati oshib boradi va sekin-sekin umri davomida bu narsa pasayib boradi. Va bu muammodan xalos bo'lish ham mumkin. Xalos bo'lishadi. Rahmat ma'lumot uchun va bizda yana qo'ng'iroq bor, bog'lanamiz. Assalomu alaykum, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Xayrli kun. Yaxshimisizlar? Rahmat. Oyijon, burunlarda muammolari bor edi. Allergik
va shuni bilolmayapman, kimga murojaat qilsak bo'ladi? Ko'p anaqa yara toshadi-da. Ha. Burun qismigami shunda? Ha, burun ostilari, shu teshik ostilaridan. Yara tosh holati kuzatiladi. Qachondan beri bu holat bo'lmoqda? Mana shu 15-20 kun shunaqa bo'ldilar. Demak 15-20 kundan beri mana shunday holat kuzatildi. Rahmat savolingiz uchun. Demak, oyijonlarning aynan shu burun qismida toshmalar paydo bo'libdi. 15-20 kun bo'libdi. Endi hozir mana oyijon deganki, demak yoshlari nisbatan kattaroq bo'lishi mumkin. Qishish ham bor ekan. 15-20 kun digunlaricha bir qancha surunkali kasallik, og'ir kasallik haqida o'ylab turdim. Lekin 15-20 kun degan sal odam xotirjam bo'ldi. Balki bu yerda biror bir allergik holat bo'lishi mumkin, yengil holat bo'lishi mumkin. Albatta ko'rish kerak, tekshiriladi va shunga qarab demak oldin tashxis qo'yish kerak albatta. Shunga qarab demak tavsiyalar beriladi. Biror bir allergik holat, allergiya dermasi bo'lishi mumkin yoki endi misol uchun qon tomirlar bilan bog'liq holat ham bo'lishi mumkin. Uni aniqlash kerak albatta. Albatta. Va ana shu tekshiruv jarayonlari, ya'ni tashxislash jarayonlarida ana shu toshmalardan surtmalar ham olib tekshiriladimi yoki qon analizlari? Bitta hamma narsa qilinadi. Demak, kerak bo'lsa terini o'zidan bevosita qirib olish amaliyotlari ham bajarilishi mumkin. Buni endi vrach ko'rganida nimaga o'xshatyapti, qaysi diagnoz, qaysi tashxisga o'xshatyapti, ana o'sha asosida fikrlab va unga kerak bo'lgan qirma analizni belgilaydi. Chunki qirib analiz olganda biz bir qancha narsa tekshirishimiz mumkin. Masalan, Demodex kanasiga tekshirishimiz mumkin. Bu har xil ugriy kasalliklarda bizga yordamchi bo'ladi. Aynan shu burunda toshmalarda, erkak kishilarda paydo bo'ladi. Husnbuzar mana deymiz, Demodex kanallariga tekshiriladi yoki bo'lmasam qo'tir kanasiga chesotkalarga tekshirishimiz mumkin. Bu endi aynan yuz emas, badan ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari har xil zamburug'li kasalliklar, grippkoviy, ya'ni zamburug'li yuqumli kasalliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni biz nima ko'ramiz va nimaga o'xshatyapmiz, ana o'shanga qarab turib biz tekshiruvlarni amalga oshiramiz. Va albatta siz aytganingizdek, demak, ichki organlar, qon analiz, ultratovush tekshiruvlar, tahlillari va bir qancha shunga o'xshagan tekshiruvlardan o'tkazish kerak bo'ladi. Rahmat javobingiz uchun va bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor. Sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Savolingiz bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat. Assalom. Qizim hozir 20 yosh, 13 yoshdan beri qo'liga mayda toshma toshadi, bahor tugatganda. Ana toshmalar, mayda toshmadan keyin qo'li nima terisi ko'chib boshlaydi, kafti faqat. Boshqa payt terlaydi, terlab yuradi. Terlash bor, demak bahor kelishi bilan toshmalar bor. Terisi ko'chib, faqat mana kaftida nima bo'ladi? Terisi ko'chib yuribdi. Nima qilsa bo'larkan, so'ramoqchi edim. Shifokorga murojaat qilganmisiz? Bir 10 yil oldin o'tishgandik, hozir yaqin o'rtada o'tishmadik. Demak, uzoq yillardan beri mana shu kasallik bilan kurashib kelmoqdalar, mana shu holat bilan. Uy sharoitida hech qanday davo choralar qo'llamaysiz, a? Yo'q, o'zicha hozir krem qo'yib yuribdi, lekin qo'li o'sha terisi ko'chib achishadi. Tushunarli. Rahmat savolingiz uchun. Hozir mutaxassisimiz bilan fikrlashamiz. Marhamat. Rahmat. 13 yoshlardan beri aynan barmoqlarda qichishish, toshmalar, ko'chish, teri ko'chishi. 13 yoshlardanmi, to'g'rimi? Va 10 yil bo'libdi mana. Uzoq muddat demak bu shikoyat bo'lgan ekan. Endi ham tavsiya, ham bir mutaxassis sifatida bir kichik bir endi tanbeh deymizmi? Albatta nima uchun mana uzoq vaqt yildan beri hozircha murojaat qilmadim dedilar. Nima to'sqinlik qilgan? Albatta odam o'zining sog'lig'iga e'tiborli bo'lish kerak. Birinchi navbatda albatta mutaxassisga demak murojaat qilishlarini so'raymiz. Chunki har qanday surunkali kasalliklar agar o'z vaqtida davo choralari qilinmasa, bu kasallik yana ham chuqurlashib, yana ham asoratlari ko'proq rivojlanib boradi. Endi o'zlarining shikoyatga keladigan bo'lsak, gaplaridan har xil o'sha qurishi, qipiqlanishi, qizarish, shunaqangi bir holat, teri ko'chishi dedilar.
bir qancha kasallik bo'lishi mumkin bu yerda ham bo'lishi mumkin. Demak, keratodermiya kasalligi, har xil ladonni подошвенный o'sha psoriaz turlari bor. U ham qipiqlanish bilan kechuvchi kasalliklar hisoblanadi. Ba'zi ekzemani quruq formalari, ya'ni biroz qipiqlanish bilan kechuvchi ekzema kasalliklari bo'lishi mumkin. Hozir sanab o'tilgan kasalliklar deyarli hammasi surunkali hisoblanadi. Hammasida mavsumiy o'ziga yarasha bir qo'zg'ash davrlari bo'lib turishi mumkin. Shuning uchun albatta buni oldin tashxislab olishimiz kerak. Qaysi bir kasallik, buni ko'rib tekshirish kerak va undan keyin demak unga mos ravishda demak individual yondashiladi. Lekin bizning tavsiyamiz o'tkazib yubormasinlar, tezroq murojaat qilsinlar mutaxassislarga albatta. Rahmat, aziz tomoshabinlar, shu o'rinda eslatib o'tamiz, agar siz bizni dastur avvaldan beri kuzatayotgan bo'lsangiz, shifokorimiz dermatovenerolog Sarvar Akimovning ana ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini e'lon qildik va sizni bezovta qilayotgan kasalliklar bo'yicha ularga murojaat qilish imkoniyatiga egasiz va bizda hozir yana telefon qo'ng'irog'i bor. Bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni eshitamiz. Qanday muammo sizni qiynamoqda? Mana savol bor edi. Mana yoz boshlandi. Basseynlarga olib borish va boshqa manba suv havzalarga olib borish sezoni boshlanadi. Savolim, kichkina bolalarga bunaqa ya'ni ommaviy basseynlarga olib borish qanchalik xavfli? Ya'ni teri kasalliklar nimalar yuqishi mumkin? Agar xavf katta bo'lsa, qanaqa vaksinalar olsa bo'ladi yoki profilaktika uchun nimalar ichib tayyorlanib borishimiz kerak? Haqida batafsil ma'lumot bersangiz bo'ladi. Rahmat savolingiz uchun. Juda ham to'g'ri, o'rinli savol berdilar, chunki yoz mavsumi albatta ko'pchilik farzandlarni suv havzalariga olib borishadi bu mavsumda. Mavzumizga bir mos bir savollardan bo'ldi. Nima, qanday ehtiyot choralarini ko'rishimiz kerak? Bu yerda ikki tomonlama demak yondashish kerak. Albatta biror bir narsalardan himoya qilish maqsadida yondashish. Bu ko'proq endi basseyn, suv havzalarida zamburug'li kasalliklar, ya'ni ayniqsa oyoq bilan bog'liq bo'lgan zamburug'li kasalliklar yuqish ehtimoli bor. Shuning uchun demak o'shani rezinkali oyoq tapichkalarda o'sha dushlarga kirish holatlari, basseyn o'zida chetlarda yurish holatlarida shuni kiyib yurgan yaxshi. Ya'ni oilang yurgandan ko'ra bu bir himoya. Bu bir tomonlama. Ikkinchi tomonlama demak, agar basseyn ayniqsa ochuv havza bo'lsa, usti ochuv, quyosh bevosita tushadigan bir sohalar, joylar bo'ladigan bo'lsa, bolalarni albatta cho'miltirish kerak, albatta bularni chiniqtirish kerak. Bu immun sistemasiga ham demak yaxshi ijobiy tomonga demak ta'sir qilishi bor. Undan tashqari vitamin D deymiz, bu bevosita quyosh nuri bilan bog'liq, ya'ni quyosh nuri tushgandagi teridagi bir o'sha D vitamin D ni ishlab chiqarish mexanizmi quyosh bilan bog'liq. Shuning uchun quyosh ko'rish kerak albatta. Endi ba'zi holatlar bo'lishi mumkin. Haqiqatan demak bu bolalarda biror bir o'sha nevus deymiz, hollarning har xil turlari bo'lishi mumkin. Bir xavfliroq bir rivojlanish holati bo'lishi mumkin. Buni endi ko'proq onkologlar ham tavsiya beradi. Ya'ni aktiv quyosh nurida bo'lmasin yoki bo'lmasam bir qancha fotodermatoz kasalliklari bor. Bolalik paytdan ham rivojlanishi mumkin. Har xil quyosh bilan bog'liq, quyosh hisobiga kuchayib ketuvchi kasalliklar yo'q emas albatta. Bu endi istisno deydi-ku. Istisno holatlarda albatta himoyalanish kerak. Hozirgi kunda har xil quyoshdan saqlanuvchi maxsus o'sha kremlar bor va quyoshni o'zini o'sha vaqti, ya'ni cho'milish vaqti, o'sha ertalabki vaqtlari va masalan 10 gacha deylik, 11 gacha deylik va kechqurun 4-5 dan keyin cho'milsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni eng ali quyosh tikka paytida zarar ko'proq bo'lishi mumkin, kuyish holati ko'proq bo'lishi mumkin. Shularga e'tibor qilish kerak. Lekin odatda mana suv havzalarida cho'milish uchun ko'pchilik quyosh aynan tikka kelgan mahalni poylashadi va shu vaqtda buni amalga oshirishadi. Kun yaxshilab qizib olsin, keyin cho'milasan deb farzandlarga buyurishadi ota-onalar. To'g'ri, obeddan keyin o'sha kunning oxirrog'ida ham ancha o'sha hali issig'i ketmagan bo'ladi, lekin quyosh sal peshin mahalda cho'milish tavsiya etilmaydi. Imkon darajada, imkon darajada. Va bizda yana savollar bor. Ulardan biri aynan ko'pchilikning muammosi bo'lgan tirnoq atrofidagi teri o'sib ketishi haqida ekan va bu nima sababdan yuzaga keladi? Xo'p, tirnoq yon tomonga, ayniqsa o'sha oyoq bosh barmoqlaridagi tirnoqlarning yon tomonga o'sish holatlari
bu fan tilida onixa-kriptoz kasalligi deymiz. Qadoqlar ham deyishadi. Qadoq boshqacha. Qadoq bu tegida, terining tegida bo'ladi. Bu aynan tirnoqning o'zi bilan bog'liq. Ha, albatta. Vroshchi nokot ruscha tilda aytganda oyoq yon tomonga shu o'sish holatlari bo'lishi mumkin. Buni bir qancha sabablari bor. Bu demak nasliy moyillik, o'sha barmoqning anatomik tuzilishi, uni yon tomoni ayniqsa go'shtdor bo'lishi, bu bir oyoq kiyim kiyganda ko'proq siqilish holatlari bo'lishi mumkin. Undan tashqari demak bevosita oyoq kiyim bilan bog'liq, o'sha tor oyoq kiyim yoki har xil klassik oyoq kiyimlarni kun davomida doimiy va muntazam demak kiyib yurish holatlari bu ham bir faktor hisoblanadi. Omillar. Bundan tashqari har xil tirnoqning o'zini kasalliklari, tirnoqning o'zini strukturasini o'zgarishi holatiga hisobiga ham demak bu kasallik rivojlanib qolishi mumkin. Xo'p, bundan tashqari endi boshlanayotganda bu bemorlar bilib bilmay yon tomonni o'zi harakat qilishi yoki pedikurga borib demak har xil o'sha qaychilardan olish holatlari bu endi o'sha payt xuddi bir yaxshiroq bo'lgan bo'ladi-yu, lekin tez-tez bu yana rivojlanib ketadi. Buni tavsiya bermaymiz. Ya'ni juda ham yana ham tezroq rivojlanishga olib keladi. Endi hozirgi kunda biz bu bemorlarni ko'rib, albatta tekshiruv asosida bularga demak lazerli o'sha korreksiya amaliyoti bir kichik bir jarrohlik amaliyotiga o'xshaydi. Yon tomonlarini demak lazerda olgan holatda, ildizlarni kuydirgan holatda demak bartaraf qilinadi. Bu boshqa bu ko'plab usullar bor. Hozirgi kunda mana har xil simlar, titanoviy sim, nitslar deymiz, nitslar ham qo'yishyapti. Har xil podolklar mana shu muolajalarni amalga oshirishyapti. Xirurglarning o'zi kesishi bor masalan va biz misol uchun lazerda qilamiz. Umumiy olganda masalan eng samarali usulni lazer deyishimiz mumkin. Va shu bilan bir endi bu yerda qon nisbatan kamroq. Chunki lazer yaxshi tomoni darrov kuydirib ketadi. Qon tomirlarini ham kuydirib yopadi, ko'p qon chiqishiga oldini oladi. Xirurglarga nisbatan masalan. Endi bu hamma qolgan usullar yomon, faqat shu usuli yaxshi deyish ham noto'g'ri. Masalan, har bir usulini samarasi bor, natijasi bor. Yo'q emas, unaqangi bemorlarimiz bor. Qildik, yaxshi bo'lib ketdik degan yo'q emas. Bu umumiy statistika bir qaraydigan bo'lsak, samaraliroq desak bo'ladi. Va mana hozir savolga javob berish jarayonida bevosita pedikurlar haqida so'z ochdingiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz aynan manikyur, pedikurdan ham ko'plab teri kasalliklarini yuqtirib olishadi va bu qaysi kasalliklar, ehtiyot choralarini qanday ko'rishimiz kerak? Xo'p, bu vaziyatda demak har xil qon bilan yuquvchi infeksion kasalliklar, masalan, o'sha yetarli darajada o'sha asbob uskunalarini har xil sterilizatsiya amaliyotini to'liq bajarilmasa, o'sha standartlar asosida qilinmasa, albatta birinchi bemordan bemor demaymiz, endi mijoz deylik. Birinchi mijozdan keyingi mijozga biror bir qondan o'tuvchi har xil gepatit, spid, zaxm kasallik va hokazo bunga o'xshagan bir qancha og'ir kasallik demak o'tib qolishi mumkin. Masalan, bundan tashqari har xil terini o'sha zamburug'lik kasalliklar, tirnoqni zamburug'lik kasalliklar tushib qolish ehtimoli yo'q emas. Aseptik, antiseptik demak qoidalarga rioya qilinmasa, bevosita bakterial o'sha infeksiyani oddiy bir infeksiyani tushib qolishi va u yerda demak har xil yiringlik holatlar rivojlanib qolishi demak ehtimoli yo'q emas masalan. Albatta ehtiyot bo'lish kerak. Endi bir ko'rib, o'zi bir kuzatib, bir ozodalikka bir rioya qilinadigan bir joylarda ishonchli bir joylarga tajribali mutaxassislarga murojaat etish kerak. Bunga bir ehtiyotkorlik bilan yondashgan ma'qul menimcha. Rahmat va hozir bizda yana qisqa tanaffus, reklama bor. Reklamadan so'ng esa suhbatimiz davom etadi. Voy, eng qiziq joyda to'xtadi-ya. Siqilmanglar, hozir qaytamiz. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi.
Barchangizga xayrli kun tilaymiz. Toshkent telekanalida sizni eshitamiz loyihasi jonli efirda va biz bugun yana tibbiyot mavzusiga murojaat etdik. Dasturimiz mehmoni esa dermatovenerolog Sarvar Rahimov bo'ladilar. Ko'p yillik tajribaga ega aynan lazerli davolash bo'yicha mutaxassis hisoblanadilar. Aynan teri kasalliklari bilan bog'liq savollaringizga javob berishga tayyorlar. Biz bilan bog'lanish imkoniyati sizda bor. 71 kodi bilan 244 0141 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Sizning savollaringizni eshitishga va javob berishga tayyormiz. Shu o'rinda yana so'ramoqchi bo'lgan narsam, oyoq tovon so'gali haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Ko'pchilik bundan ham aziyat chekadi. Shpora deyishadimi xalq tilida? Ha. Xuddi mix botayotgandek og'riq seziladi. Xo'p, oyoq tovon so'gali bu o'zi umuman demak so'gal desak, so'gallarning bir qancha turi bor. Oddiy vulgar turi bu ixtiyoriy joyda chiqishi mumkin. Qo'l, oyoq, badan ixtiyoriy joyda chiqishi mumkin. Yassi so'gallar bor, ya'ni qaraganingizda unaqa bo'rtish darajasi kam, teriga yaqinroq bo'lgan yassi so'gallar bo'ladi. Ko'proq yuz sohalarida bo'lishi mumkin. Va oyoq tovon so'gali, ya'ni oyoq tovon tagidagi o'sha barmoqlar bo'lishi mumkin, o'sha tovon sohalari bo'lishi mumkin. Demak, bu sohalardagi so'gallar nimasi bilan xavfli yoki nimasi bilan ko'proq bezovta qiladi. Ya'ni biz endi yurganimizda bu qalinlashib ketadi va shuni hisobiga demak go'shiga botib, nervlariga demak qitiqlab, o'sha mix kirgandek aytganingizdek kuchli og'riqlar berishi holatlari kuzatilishi mumkin. Hozirgi kunda demak oyoq tovon so'gallarini eng effektiv o'sha yo'llaridan o'sha lazer amaliyotlarini bajaramiz. Goho demak har xil azotli demak kuydirish bilan birga kombinatsiya qilish holatlari ham bo'lishi mumkin va shunda sekin-sekin demak yaxshi bo'lib ketishadi. Endi bu so'gallar chaqiruvchisi o'zi o'sha VPC virus papilloma человека deymiz, shuni bir turlari, ya'ni chaqiruvchisi virus. Shuning uchun ham bu bemorlarimizni keyinchalik ham qanaqadir bir muddatlarda kuzatuv bo'lib turish kerak, chunki virus organizmga kirgandan keyin chiqib ketish o'zi qiyinroq masala. Demak, qaytalanish holatlari bo'lishi mumkin. Buni nazorat asosida demak ko'rib turish kerak bo'ladi. Endi hozirgi kunda har xil aptekadan olib, plasterli qo'yishadi, boshqa o'z boshimcha uyda qilishadi. Endi buni endi boshlangan bir kichik razmerlarda bo'lsa, yordam bergan holatlar ham yo'q emas. Buni inkor qilmaymiz, bor, lekin ko'pincha bu yordam bermaydi, afsus. Bizga kelgan murojaat qilgan bemorlar ichida demak ko'plab shunaqangi bir qildik, bo'lmadi deb har xil murojaatlar etishadi. Shuning uchun baribir mutaxassisga o'z vaqtida murojaat qilganlari ma'qul albatta. Albatta shifokor ko'rigiga borish tavsiya etiladi har qanday holatda. Bu yana shpora deb aytib ketdingiz. Shpora bu boshqa narsa. Shpora bu bevosita o'sha tovon suyaklari bilan bog'liq, ya'ni suyak o'zida xuddi bir shoxga o'xshab suyakcha mayda o'sib qoladi. Uni osteofit deymiz va u go'shtga demak botib og'riq beradi. Lekin bu terida o'zgarish bo'lmaydi. Va bu ko'proq o'sha travmatologlar, mutaxassislar, o'sha ortoped mutaxassislar hozirgi kunda o'sha o'zini muolajalari har xil ultrazvuk deymiz, o'sha suyakni maydalovchi tashqi tomonlama o'sha apparatlari bilan demak qilishadi. Bu bizning soha emas. Biz endi ularni jo'natamiz. So'gallar sizning yo'nalishingiz. Agar teri bilan bog'liq bo'lsa, o'zgarishi bo'lsa, so'gallari uni biz ko'ramiz albatta. Rahmat ma'lumot uchun. Va mana ko'pchilikda yana so'gallar, papillomalar ham bezovta qiladi. Ayniqsa yoshi o'tgandan keyin bo'yin, qo'l sohalarida mayda-mayda so'gallar toshish ham kuzatiladi. Xo'p, bular ko'proq papilloma bo'ladi. Bu ham shu boyaga aytganimizdek virus papilloma человека sinfiga mansub, bu chaqiruvchisi. Uni 200 ga yaqin har xil turlari bor-da, shuning uchun hayron bo'lishingiz mumkin. Hammasiga sababchisini bittani aytolmayman, chunki har xiliga qarab turib har xil kasallik chaqiradi. Papillomalar ham demak o'sha aytganingizdek bo'yin sohalari bu ko'proq o'sha tabiiy burma deymiz, burma sohalari, bu bo'yin, qo'ltiq kiradi, choq sohalari kiradi. Shu sohalarda ko'proq rivojlanadi. Bu birinchi masala. Havo tegmasligi natijasidami shu? Ishqalanish hisobiga, havo tegmasligi, ko'proq ishqalanish hisobiga bo'ladi. Va shuning uchun ham demak vazni katta bo'lgan semizlik bilan demak semizlik bor bemorlarda bu ko'proq tezroq rivojlanadi. Har xil endokrin kasalliklar, har xil qandli diabet shunga o'xshagan bir vaziyatlarda ham ko'payib ketadi. Va virus bo'lgani uchun demak ozgina immunitet bilan ham bog'liq. Shuning uchun homiladorlik davrida immunitet tushadi. Shuni hisobiga homilador ayollarda ham bu narsa homiladorlikgacha ko'zga ko'rinmagan bitta-ikkita bo'lsa, homiladorlik davrida bu narsa ko'payib ketadi. Bunaqangi vaziyatlar ham ko'p kuzatiladi.
Tushunarli. Shuning uchun ham bu narsaga albatta e'tibor qilib, buni ham lazer orqali kuydirish mumkin. bemalol demak xalos etish mumkin. Xalos etish mumkin. Yo'q bo'lib ketadi, xudo xolisi. Yo'q, kuzatuv. Rahmat, bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor. Bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Ziyora, dermatologga savolim bor edi. Marhamat. Anaqa meni oyog'im necha yil oldin kuydirgandim, oyog'imni qichsam yara bo'lib ketyapti. Nima sababdan? Demak, so'galni kuydirgandingizmi? Yo'q, so'gal emas meniki. Oyoq kuygan meniki. Kuydirib qo'yganman. O'sha qichsam, oyoq qichsa, anaqa yara bo'lib ketadi-yu. Ha, tushunarli. Demak, kuyish bo'lgan. Ha, kuyish qichsam achishib ketyapti. Kechasi uxlay olmayapman. Shu savolga qachon kuydirgansiz? Taxminan 3 yasharligimda kuydirganman. Haligacha aniq azobini chekaman do'stim. Ha, hozir necha yoshdasiz? 33 ga kiraman. 33. Shunday holat kuzatilishi mumkin. Rahmat savolingiz uchun. Demak, 3 yoshlarda oyoq qismlari kuygan va hozirgi kungacha ana shu qismda qichishish holati, achishish holati kuzatilmoqda. Aynan kechalari bezovtalanmoqdalar. Albatta bu bemorni ko'rish kerak. Ko'rmasdan bir nima deyish qiyin. Endi gaplari bo'yicha paratraumatik ekzema degan narsalar bor. Har xil o'sha travma hisobiga, endi kuyish bu travma, demak o'sha joyi shikastlanyapti va unga nisbatan, shu travmaga nisbatan har xil allergizatsiya deymiz. O'sha joyda toshmalar, ya'ni kuyish joyi va atrof to'qima, atrof terilarida har xil toshmalar kuzatilishi mumkin. Balkim shu narsa bo'lishi mumkin. Va bilamiz, ekzema bu surunkali kasallik va yillar davomida davom etishi mumkin. Balkim bu holat bo'lsa, mana hozir deyarli bir 30 yildan beri bu bilan bezovta qilyaptilar. Albatta ko'rish kerak, shifokorga murojaat etishlari kerak albatta. Va o'shanga qarab tashxislash asosida demak tavsiyalar beriladi. Tushunarli, rahmat. Va shu o'rinda aynan so'gal va papilloma haqida ularning farqi nimada yoki bitta narsami? Ularni demak ko'rinish jihatidan farqlasa bo'ladi. Papillomalar demak ko'proq o'sha yumshoqroq bo'ladi va o'sgan sari teridan sal osilib turuvchi bir holatlar bo'ladi. Bir xillarni ortiq deydi, masalan. Farqini bilib olishimiz kerak ekan. Uni ko'proq bemorlarni o'zi ham aytish mumkin. Jiq qiynasi u demak mutaxassis oson ajratadi. Endi so'gallar ko'proq zich to'qimaga ega, o'sganda ham bir har xil gulkaramga o'xshagan bir boshqacha bir holatlar mayda bo'lib va razmerlari ham har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'rib uni ajratiladi. Lekin davo tomonidan agar qaraydigan bo'lsak, u deyarli bir xil u holatda ham, bu holatda ham demak, endi bitta mana joylashuv joyi ham juda ham muhim. Ma'lum bir holatlarda joylashuv joyiga qarab, masalan, lazer tanlaymiz. Ma'lum bir holatlarda suyuq azot, ya'ni jiddiy azot deymiz, muzlatib kuydiriladi. U demak ikkinchi usul tanlash mumkin. Bu individualniy, chunki terini bizani organizm qismlarida har bir o'sha qismlarga qarab turib terini xususiyati har xil. Ya'ni oyoq bilan yuzi terisi bir xil emas. Ya'ni shunga qarab turib reaksiya ham har xil. Shuning uchun ham demak mutaxassis o'zi buni aniqlab belgilaydi va o'shanga qarab demak davolash choralari qilinadi albatta. Rahmat, bizda yana qo'ng'iroq bor, bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, sizni eshitamiz. Allo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savolingiz bo'lsa, marhamat. Meni savolim shu so'gal bo'yicha. Yoshim 21 da. Shu yuz sohamga, ya'ni burun qismimni yon chekkasiga so'gal chiqqandi. Shuni lazerni qilishga qo'rqdim. Shuni boshqa preparat qo'llab olib tashlasa bo'ladimi? Ya'ni boshqa dorimi yoki boshqa narsa qo'llab olib tashlasa, ya'ni yuz soham bo'lganligi uchun lazer qilishga men qo'rqdim. Tushunarli. Rahmat savolingiz uchun. Demak, yoshlar 21 da, burun qismida so'gal bor. Lazer terapiyasidan qo'rqayaptilar. Qanday boshqa davolash choralarini qo'llash mumkin? Bu hozir bu savoldan oldinga tushuntirganimizga bir tasdiq sifatida aytibdilar. Albatta, yuz terisi ko'pchilik qo'rqadi. Bitta ko'riladi, individual holat. To'g'ri, bir lazerda ham bir sal xavfsiraganlari bir qanaqadir foizda demak jon bor. Lekin azotda qilsa bo'ladi bemalol. Lekin lazerda ham agar buni bir mutaxassis yuvelirniy ishlasa, demak uncha asorat ham uncha bo'vermaydi.
endi mana har xil boshqa dorilar degandek bo'ldilar. Bu narsaga qarshimiz qaysi ma'noda dorilar har xil o'sha kislotali dorilar bo'ladi, o'sha so'gallarga qarshi, aptekalarda yo'q emas. Kuydiruvchi, ha. Bu narsani ko'pchilik to'g'ri ishlatmaslik oqibatida o'sha atrof to'qimani ham eritish hisobiga hatto qaytmas bir chandiqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham tavsiya bermaymiz. Albatta yuqorida aytib o'tilgan yoki lazer yoki azotni qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham bitta mutaxassisning o'zini tajribasiga bog'liq, masalan, lazer bo'lgani bilan kim qanaqa qiladi, uni mahoratiga bog'liq, ya'ni aytadi, ya'ni juvelirность deydi. Albatta zargarona ishlash kerak, chunki bu yuz qismi. Chunki yuz qismi. Lekin qo'rqish kerak emas, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Azotli davolash u lazerdan qanday farqi bor? Azotli davolashda mahalliy o'sha joy to'qima muzlatib kuydiriladi. U sekin demak yara bo'lib, ozgina suvlangan holati bo'lib, keyin qurib, qorayib o'zi sekin to'kilib ketadi. Lazerda aynan o'sha vaqtni o'zida siz demak olib tashlaysiz, kuydirib olib tashlaysiz. Men lazer tezkor, samaraliroq, lekin xavf jihatdan xavf jihatidan buni o'sha individual terini holatiga qarab tanlaymiz. Yo u yoki bu. Mas'uliyat bilan yondashish kerak. Rahmat, hurmatli tomoshabinlar, aynan teri bilan bog'liq kasalliklar bo'yicha mutaxassisimiz o'z javoblarini berib bormoqdalar. Sizni ham biror bir kasallik qiynayotgan bo'lsa, aynan teri bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling. 71 kodi bilan 244 01 41 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va shu so'zlarni e'lon qilishim bilanoq bizda qo'ng'iroq borligini ma'lum qilishdi. Assalomu alaykum, sizni eshitamiz. Televizordan uzoqlashing yoki ovozini pasaytiring, chunki masofalar soniyalar davomida farq qiladi. Pasaytirdim. Marhamat, savolingizni eshitamiz. Yoshim 42 da. Qovog'imning ustida papillomami yoki so'gal emas, lekin shunaqa narsa bor, kichkina edi, u kattargan, qovog'ida ustida turibdi-da, shuni kosmetologga oldirmoqchiman. Ko'zni ustida bo'lgani uchun zarar emasmi? Demak, qovog'ingizni ustida ikkita o'rtacha hajmdagi o'sha shish bor-da, to'g'rimi? Papilloma deyapti, so'gal emas deyapti. Papillomaga o'xshagan avval hol deb o'ylar edim. Iyagimda bor edi, mana bu sohada uni kuydirganman o'zim, u zarar qilmagan, lekin bu hozir kichkina edi, moshdek bo'lib kattardi. Har safar kattarganda og'riq beradi-da, keyin kattarib bo'lgandan keyin hajmi to'xtab qoladi bir 2 kunlarda. Shuni oldirmoqchiman. Zarar emasmi? Rahmat savolingiz uchun. Boshqa qanday tavsiya berasiz? Xo'p, albatta bu yerda teri holatini ko'rish kerak. Bu yerda oddiy papillomadan tortib, misol uchun har xil onkologik kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqangi vaziyatda jiddiy yondashib, chunki hali buni aytolmayaptilar aniq nimaligini ko'rish kerak. Balkim onkolog maslahati ham kerak bo'lishi mumkin. Agar bir xavfsiz bir xoslali bir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, demak, kuydirish amaliyotini bajarish mumkin. Endi qovoq sohalari manimcha dedilar, agar bir xavfsiz bo'lsa, bemalol lazer amaliyotini bemalol bajarsa bo'ladi. Buni ko'rish kerak. Onkologik o'smalarning shunday ko'z sohasida ham paydo bo'lishi mumkinmi? Ixtiyoriy joyda bo'lishi mumkin. Onkologiya joy tanlamaydi. Ixtiyoriy joyda bo'lishi mumkin. Rahmat, o'ylaymanki munosib javobni oldi. Albatta shifokorga murojaat etib, chuqurlashtirilgan va o'zlari uyda demak har xil narsani mana aytib o'tdilar, imkon darajada bu narsani tavsiya bermaymiz. Rahmat, albatta tavsiyangizga amal qiladilar. Shu o'rinda aynan teri saratoni haqida ham ma'lumot berib o'ting. Uning ko'rinishi qanday bo'ladi? Belgilari, teri saratonini endi turlari ham juda ko'p. Har xil oddiy bir holga o'xshagan holatdan to o'sha har xil yarali o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin. Bu individual yondashiladi. Ya'ni ko'rgan holatda bir mutaxassis bunga bir shubha qiladigan bo'lsa, har xil tekshiruvlar, dermatoskopik tekshiruvlar va kerak bo'lsa onkolog maslahati bilan ham demak tekshiruv qilinadi. Chunki bu onkologiya doim bu jiddiy narsa. Tekshirish kerak. Va aynan teri saratonini davolovchi bo'yicha shifokor mutaxassislar ham alohida, to'g'rimi? Endi hozirgi kunda misol uchun dermatolog bor, dermato-onkolog bor. Bor, demak shunday profil. Shunaqangi bir yo'nalishda qo'shimcha demak qilishadi va ma'lum bir shunda ham ma'lum bir onkologik o'sha hosilalarni baribir onkolog qilgan ma'qul degan joyi ham bor. Ma'lum bir soha, ma'lum birlarini demak xavfsizroq bo'lganlarini masalan uni dermato-onkolog ham qilsa bo'ladi. Buni endi ajratib olish kerak, ko'rish kerak mutaxassis.
Rahmat, bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum, sizni eshitamiz. Balandroq gapiring yoki ovozni kuchaytirib berasizlarmi? Studiyaga juda ham past eshitilmoqda. Assalomu alaykum. Eshityapmiz. Marhamat, savolingiz bo'lsa. Mani tizim sohamda nima deydi? Bir yilda bir 2 marta yo 3 marta naqa chiqadi. Nima deydi? Qaysi qismda, tananing qaysi qismida? Oyog'imda tizim sohamda. Qizil dog'lar chiqadi. Keyin bu dog'ni men davolash uchun sinaflan suraman. Sinaflan sursam yo'q bo'lib ketadi, lekin u qayta yana chiqaveradi. Nima qilsam bo'ladi buni? Qaysi sohada? Qaysi sohaligini yana bir takrorlab yuboring. Oyoqda. Tizza sohasida, oyoq sohasida qichishish paydo bo'ladi, har mavsumda narsa chiqar ekan. To'g'rimi? To'g'ri. Chiqmaydi, prosta qizil narsalar toshadi. Toshadi, demak qichish yo'q, shunchaki toshmalar paydo bo'ladi tizza sohasida. Yilda 2 marotaba dedingiz-a? 2 marta, balki 3 martadir, bir bo'ladi. Sinaflan suraman, yo'q bo'lib ketadi. Nima bo'lishi mumkin? Shifokorga murojaat qilganmisiz? Jigardan deganida kartil bergan, kartil ichgan 1-2 marta, lekin baribir u narsa paydo bo'laveradi menda. Demak, shifokorga borgansiz-a? Borganman. Bor. Rahmat. Men shifokorga murojaat qilgan ekanlar, lekin baribir davom etmoqda ekan shu holat. Gaplar bo'yicha jigarga bir davo qilishgan. Jigar bilan bog'liq edi. Endi bu yerda hozir aniq emas, masalan, mutaxassis kim ko'rgan? Dermatolog ko'rganmi yoki terapevt, vrach ko'rganmi masalan? Buni ham farqlash kerak. Hali bu aniq bo'lmadi va bir tashxis masalasida hali noma'lumlik ko'p bu yerda juda ham. Endi har xil oyoq sohasidagi bir qizarish, allergik holatlar juda ham nima deydi, kasalliklarning soni juda ham ko'p. Shuning uchun bu yerda ko'rib tashxislash kerak. Har xil neurodermit, har xil ekzema kasalliklari, har xil tugulli eritema, masalan, o'sha qizarishlar bilan bog'liq bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Hop, saramas kasalliklari bor, juda ham ko'p xillari. Shuning uchun hozir ma'lumot hozir juda kam. Ya'ni bemor tomonidan berilgan ma'lumot juda kam. Buni aniqlashtirib tashxislash kerak. Chunki hozir sanab o'tilgan narsalarni va vaskulit mana yana bir xayolga keldi. Sanab o'tilgan narsalarning har birini tekshiruvi yo'nalishi boshqa, davolashi boshqa. Albatta dermatolog ko'rgani ma'qul, albatta. Murojaat qilsinlar dermatolog mutaxassislariga albatta. Va mana boya suhbat jarayonida aytib o'tdingiz, psoriaz va ekzemalar surunkali hisoblanadi. Ulardan butkul qutulish demak imkonsiz, to'g'rimi? Ular ham mavsumlar davomida qo'zg'aladi. Endi uni mana misol uchun psoriaz masalasida oladigan bo'lsak, har xil, masalan, bir xil ba'zi bemorlarimizda bir necha yil davomida mutlaqo bezovta qilmaydi. Va bezovta qilganda ham ma'lum bir kichkina sohada ozgina demak toshma paydo bo'ladi va shu bilan o'zini muolajalarini qilsa o'tib ketadi, yana bir necha yil davomida yaxshi yuradi masalan. Lekin afsus u shunaqangi vaziyatlar ham borki, o'sha davo qilinganda biroz yaxshilanadi, ma'lum bir vaqt, bir oy ham o'tar o'tmas bu narsalar hammasi yana qaytalanib kelishi mumkin. Va toshmalar nafaqat bitta-ikkita joyda, balkim butun tanasi, butun badani har joyini demak boshidan oyog'igacha egallashi ham mumkin. Va psoriaz yuqumlimi? Psoriaz yuqumli emas. Bu teridan o'tadigan bir kasallik emas, lekin nasliy moyillik, ya'ni ota-onadan farzandiga bir moyillik sifatida albatta o'tish ehtimoli yo'q emas. Rahmat va demak bizda yana tanaffus vaqti, reklama vaqti. Reklamadan so'ng yana ko'rishamiz. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Teraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa xondroprotektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Teraflex Ultra bor. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Aytishlaricha, shirin iste'molchilarning birinchi raqamli tanlovidir. Tekshirib ko'ramizmi? Keling. Qani keling.
Shirin? Shirin. Har bir uyda shirin. Bozordan hammasini oldingizmi? Humans. Kreditchi? Kreditni to'ladingizmi? Humans. Yordam beramizmi? Humans. O'zingizga mahsulot sotib oldingiz. Muhtojlarga yordam bering. Humans, aqllilar uchun har kuniga. Ishoning, judayam qaynoq bo'ladi. Yana bir bor assalomu alaykum, xayrli kun azizlar. Toshkent telekanalida sizni eshitamiz loyihasi jonli efirda namoyish qilmoqda va biz bugun aynan salomatligimiz, tuman boyligimiz hisoblanadi. Shu bois yana tibbiyotga murojaat etdik. E'tiborimizda teri kasalliklari va bizning suhbatdoshimiz tajribali dermatovenerolog Sarvar Rahimov hisoblanadilar va ularga bemalol murojaat qilish imkoniyati sizda bor. Sizni qiynayotgan teri kasalliklari bo'yicha ulardan ma'lumot, tavsiya va maslahatlarni olishingiz mumkin. Va buning uchun bizning telefon raqamlarimiz 71 kodi bilan 244 01 41 raqamiga murojaat qiling va biz sizni eshitishga, javob berishga hamisha tayyormiz. Va shu o'rinda o'z tajribangizdan kelib chiqqan holda ko'pincha aynan bemorlar teri kasalliklariga u qadar jiddiy qarashmaydi. O'sha mahalliy o'sha surtmalardan foydalangan holda yoki borib dorixonaga o'sha farmatsevtdan maslahat so'ragan holda qandaydir yechimlar qiladi, o'zi o'tib ketadi yoki har mavsumda shunday takrorlanib turadi. Buni zarari yo'q deb hisoblashadi, lekin aslida bu xavfli ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ana shunday o'tkazib yuborish holatlari qanday oqibatlarga olib keladi? Endi nafaqat teri kasalliklari, balkim tibbiyotga, odam salomatligiga bog'liq hamma kasalliklar bilamiz, oldini olish bu eng yaxshisi hisoblanadi. Qancha vaqtida demak buni oldini olinsa, tashxislansa va davo qilinsa, samarasi albatta yaxshi bo'ladi. Albatta teri kasalliklari ham bundan mustasno emas. Demak, teri kasalliklari ham terida biror bir o'zgarish demak bemorlar sezadigan bo'lsa, uni yaralarni kattalashib ketishi yoki uni o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishini kutish holatdan ko'ra albatta mutaxassisga murojaat qilganlari ma'qul albatta. Lekin ko'plab bemorlar baribir uzoq vaqt bu narsa tez-tez qaytalansa majburlikdan albatta murojaat qilishadi. Chunki bu tashqi ko'rinish bilan bog'liq. Albatta tashqi ko'rinish bilan bog'liq va teri kasalligi shunaqangi bir yo'nalishki, masalan, bu yo'nalishni boshqa mutaxassislar ancha tushunmasligi mumkin masalan. Ya'ni bizani yo'nalishdagi, tibbiyotdagi boshqa yo'nalishdagi masalan, terapevt masalan, pediatr, lor va hokazo. Shuning uchun tashxislashda ham xatolikni kamaytirish maqsadida tavsiyamiz aynan dermatologga murojaat qilishsin. Rahmat. Va bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor. Bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Iltimos, televizorning ovozini pasaytiring. Savolingiz bo'lsa, marhamat, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Aloqa sifati yomon nazarimda. Qayta bog'lanishga urinib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Menimcha uzilib qoldi. Yana qayta qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz. Va aynan teri kasalliklari tug'ma ham bo'lishi mumkin, genetik kasalliklar ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ko'plab tashxislar, ko'plab teri kasalliklari nasliy o'sha o'tadigan, hatto ona qornida bu teri kasallik shakllanishga ulgurib tug'ilgan holatlar ham yo'q emas. Masalan, har xil kasalliklar bor. Lekin ko'pincha baribir hayot davomida, demak, yillar davomida u yoki bu taassurot, ichki organ a'zolarining har xil o'zgarishlari, tashqi omillar hisobiga bu sekin-sekin rivojlanadigan vaziyatlar nisbatan ko'proq. Lekin yo'q emas, albatta nasliy ham o'tadigan holatlar juda ko'p. Tushunarli. Va yana boya eng suhbatimiz avvalda vitiligo haqida gaplashdik. Vitiligo bilan o'sha kasallanganlar odatda oila qurishga ham, ular bilan kimdir o'sha oila qurishga ham tavakkal qilishga qo'rqadi. Bu yuqumlimi aynan
turmush o'rtog'iga ham o'tishi mumkinmi? Xo'p, vitiligo oqdor pes kasalligi teridan o'tadigan yuqumli kasallik emas. Yuqumli kasallik emas vitiligo. Yo'q, bemalol bundan xavotir olmasa bo'ladi. Lekin endi bu narsa nima uchun? Lekin farzandida bo'lishi mumkin. Nima uchun bu fikr paydo bo'lgan? Avvalambor pes kasalligi, moxov pes degan so'z iborasi avval birga yurgan. Moxov kasalligi bu yuqumli hisoblanadi. Nega birga yurgan? Sababi bu moxov kasalligini klinik ko'rinishi namoyon bo'lishida bir qancha yaralar, har xil o'zgarishlar bilan bir qatorda terini oqarish holatlari ham bo'ladi u yerda. Shuning uchun ham nima deydi, adashtirib moxov pes qilib shunaqangi bir ibora yuradi va xalqda bir qo'rquv, pes bo'lsa bir qo'rqib turishadi. Aslida unaqa emas. Bu narsa misol uchun O'rta Osiyoda bu narsaga ko'proq bir e'tibor bilan qarashsa, bir Yevropa tomonlarda bu narsaga e'tibor ancha sust, ancha kam. Va hatto shunday modellar ham bor, vitiligoda mashhur. U yerda bu narsaga e'tibor unaqa qilishmaydi, bemalol turmush ham qurib nima qilaverishadi. Shunga ham misol uchun e'tibor kam bo'lgani uchun ham u yerda bu kasallikni davolash yo'llari, usullari juda bizchalik chuqur o'rganilmagan desak bo'ladi. Bizda kompleks kuchli bo'lgani uchun davolashga qiziqish. Bizda e'tibor kuchli, mana Xitoyda kuchli, bizda O'rta Osiyoda kuchli. Bu narsada demak ancha yutuqli ko'proq, masalan. Shunaqa. Va bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, sizni eshitamiz. Jonli efirdasiz. Shifokorimizga savolingiz bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Xayrli kun. Qanday muammo sizni bezovta qilmoqda? Mani o'g'lim 28 yosh. Xo'p. Dermatitmi, boshqa diagnoz qo'yganda doktorlar. Davolanadi. Hamma yog'i toshma bo'lib ketadi, qichinadi, qiynalib ketadi. Qaysi mavsumda? Hozir mana o'tirgan joyda ham qichinib o'tiradi-da. Keyin qachondan beri shunday? Mana hozir 28 ga kiribdilar. Qachondan beri bu holat kuzatiladi? Shu o'smir paytida boshlangan. O'smir paytidan beri, demak, qichishish holati tananing barcha qismida. Dermatolog ko'rganmikan? Dermatologga murojaat qilganmisiz? Ha, borgan. Qanday tashxis qo'yishgan? Dermatitmi? Dermatit. Demak, yodingizda yo'q, aniqa. Savolingiz uchun rahmat. Hozir mutaxassisimizdan fikrlarini eshitamiz. Albatta, bitta hozir tashxis masalasida aniqlik yo'q. Dermatitmi deyaptilar, balki boshqa narsa bor, to'g'ri. Boshqa narsa ham bo'lishi mumkin. Odatda oddiy dermatitlar unaqa uzoq vaqt, yillar davomida bo'lmasligi mumkin. Tezroq o'smirlik davridan beri ekan bu holat. Biror bir boshqa surunkali kasalliklar, kattalari qichimasi, ya'ni pachisuxa, ya'ni ruschada aytadi, balki shunaqangi vaziyatlar bo'lishi mumkin. Atopik dermatit kasalliklari bor. Bu ham o'sha bolalik davridan, o'sha hayot davomida birga yuradigan surunkali kasalliklardan hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda ham aniqlik kiritib olish kerak. Har ikkala aytilayotgan vaziyatda ham kasallik jiddiy, o'ziga yarasha sabablari ko'p. Bitta chuqur tekshiruvlar asosida kompleks demak yondashish kerak, individual yondashish kerak albatta. Tushunarli. Dermatit kasalligi haqida ham shu o'rinda to'xtalib o'ting. Mana hozir dermatitmi deb ikkilanib fikr bildirdilar. Dermatit qanday? U ham teri kasalligi. Uni belgilari. Endi dermatit masalan oddiy dermatit bo'lishi mumkin, oddiy o'sha kontaktli dermatitlar bo'lishi mumkin va allergik dermatitlar. Bu biror bir narsaga ta'sirotga allergik reaksiya bildirib, har xil o'sha tugunchali toshmalar, mayda-mayda qizil tugunchali toshmalar bilan javob berish mumkin. Endi oddiy kontaktli dermatit bu oddiy kuyish ham, mana har xil ta'sirotlar, fizik, kimyoviy, biologik har xil ta'sirotlar hisobiga terini reaksiyasi. Bu oddiy dermatit, kontaktli dermatit organizm demak individual xususiyatini deyarli tanlamaydi, hammaga bir xil ta'sir qiladi. Ya'ni kuyish, masalan, sizga ham qaynoq suv to'kilsa, sizni teringiz ham kuyadi, menga to'kilsa ham menda ham xuddi shunaqa. Va uni ta'sir qiluvchi omilni kuchiga, davomiyligiga, miqdori ko'p kamligiga bog'liq holatda o'sha demak o'zgarish, teridagi o'zgarish namoyon bo'ladi. Ya'ni oddiy
yengil eritma qizarishdan tortib to o'sha suyakgacha, demak, terini yemirilib ketish darajasigacha u yoki bu darajada har xil ko'rinish bo'lishi mumkin masalan. Bu umumiy dermatitga bir misollar. Rahmat va bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday savolingiz bor mutaxassisimizga? Meni oyim 77 yoshda. Hozir o'zi oyog'i og'riydi, doktorga ko'rsatganimiz bo'yicha. Lekin hozir mana pastki 1 yildan beri oyog'ini tagi qizib ketadi-da, uyushib qolganga o'xshab turadi. Keyin o'sha chidamaganidan sovuq suvga ham solib o'tiradi vaqtida. Oyoqning qaysi qismida? Yana bir bor takrorlang. Panjasi. Tag qismida demoqchisiz? Ha, tagida. Aha, tagida. Terida-chi qanday o'zgarish bor? Shish bormi, qizarishmi, suvlanishmi? O'sha qizigan payti tagi qizarib ketadi, lekin hech qanaqa toshmaydi. Aha. Demak, oyoqning tag qismi qizirgan, 77 yoshda ekan onajonlari. O'sha qizishga chida olmasdan hatto muzdek suvga solar ekanlar. Bu teri kasalligimi? Ha, bu sal shubhali, balkim teri kasalligi emasdir. Chunki teridagi bir o'zgarishlar deyarli yo'q deyaptilar. Bu yerda o'sha har xil nevrologik kasalliklar, revmatologik kasalliklar, bo'g'im kasalliklari bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin yoki qon tomirlar bilan bog'liq holat, har xil nima deydim, terining o'sha demak venalarning kengayishi, har xil vaskulit kasalliklari, bir qancha kasalliklar bo'lishi mumkin. Lekin gaplaridan demak teri kasalligi bo'lmasligi ehtimoli bor. Albatta ko'rganda yana aniq bo'ladi. Endi uni tekshirish kerak, ko'rish kerak. Demak, shifokorga murojaat qilish kerak. Dastlab qaysi shifokor? Terapevtga ko'rinadilar? Endi terapevtdan boshlasa-da, menimcha maqsadga muvofiq. Ha. Agar teri kasal bo'lsa, terapevt shundoq jo'natib yuboradi. Ha, dermatolog ishi ekan, bizaniki emas ekan deb, misol uchun, u diagnoz deymiz, ya'ni tashxislash, qiyoslama tashxislash amaliyotini bajarib beradi. Rahmat javobingiz uchun. Shu o'rinda yana bir savol, bizning organizmimizni gormonlar boshqaradi va aynan gormonlarning buzilishi qanday teri kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin? Xo'p, gormonlarning buzilishi hisobiga boyagi aynan yuqorida aytib o'tganimizdek, ugri kasali bevosita masalan boya demak aytildi, jinsiy gormonlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xo'p, bundan tashqari har xil endokrin kasallik, o'sha buqoq kasalliklari, har xil gormonal o'zgarishlar hisobiga terini har xil dog'li kasalliklari ocharishidan tortib o'sha jigarrang dog'lari hammasi demak gormon bilan bog'liq holat bo'lishi mumkin albatta. Bir qancha terini qichimalik kasalliklari albatta u vaziyatda ham endokrinologik kasalliklar roli yo'q emas, bor. Chunki bu yerda gormonlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hop, yana nima o'ylaydigan bo'lsak, soch to'kilishi, mana elementarniy soch to'kilishi, tepakallik, androgen alopetsiya deymiz, bu ham bevosita o'sha demak testosteron gormonlari bilan demak bog'liq holat bo'lishi mumkin. Endi aytadi, o'ylasa chiqaradi, ko'p vaziyat, juda ham ko'p. Tushunarli, rahmat. Va yana bir savol, teridagi o'sha dog'lar, chandiqlarni yillar o'tib bugungi kunda tibbiyot rivojlangandan so'ng davolash imkoniyati paydo bo'ldi. Va bu borada ham aynan dermatovenerologga murojaat etiladimi? Endi chandiq masalasida ko'riladi. Agar bir qo'pol ravishda katta bir chandiqlar bo'lsa, har xil katta bir maydondagi kuyish holatlaridan, kuyishni ham kelib chiqqan chandiqlar bo'lsa, balki bu yerda plastik jarrohlik ishi bo'lishi mumkin. Har xil teri ko'chirish amaliyotlari, rekonstruktiv, operativ har xil amaliyotlar bajarilishi mumkin. Endi biz dermatologlar, estetik dermatologlar ko'proq nozik chandiqlar bilan ko'proq ishlaymiz. Bir kichik holatlarda, mana ugridan qolgan chandiqlar, har xil operatsiyadan qolgan o'sha kesilish zonalaridagi o'sha qorin sohasi deymizmi, undagi chandiqlarning bilinish darajasini kamaytirish maqsadida o'sha lazer amaliyotlarini bajarishimiz mumkin. Hop, bundan tashqari mana striya deymiz, ya'ni rastyashka, terini chiziqli chandiqlari bo'ladi. Bu ko'proq birdan semirib ozgan insonlarda yoki bo'lmasam har xil sport bilan mashg'ulot bilan shug'ullanish hisobiga, mushaklarni o'sish hisobiga, teri cho'zilish hisobiga mana erkak kishilarda bo'lishi mumkin.
Bundan tashqari ayollarda homiladorlik davrida o'sha birdan kattalashish, qorin sohasini kattalashish hisobiga qorin, son sohalarida demak bu chiziqli, chandiqli striya rastashkalar demak paydo bo'lishi mumkin. Buni ham biz hozirgi kunda demak lazer amaliyotida ancha demak yordam berib, vaziyatni kamaytirib, bilinish darajalarini kamaytirib borish imkoniyatiga egamiz. Rahmat, bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor ekan. Bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, sizni eshitamiz. Alaykum assalom. Marhamat, savolingiz bo'lsa shifokorimizga murojaat qiling. Bemalol suhbat o'tkazsangiz bo'ladi. Oyog'imda tomchiqda teri tagida bor-da. Panja qismidami? Yo'q, mana bu son qismida. Son sohasi, cho'l sohasi. Son sohamda. Tepa qismida. Qismi bor-da. Terida o'zgarish bormi? Terida qanaqa pasmalar yo'q. Yo'q, o'zgarish yo'q. Teri tagida. Go'shman uchun teri tagida. Yaxshi eshitilmayapti. Aloqa sifati juda ham yomon. Televizorning ovozini pasaytirgan holda davom etish imkoniyatiga egamizmi? Albatta, albatta. Marhamat, endi gapiring, shifokorimiz sizni eshitmoqdalar. Marhamat. Terini ostida qichish bor-da, achiydi. Achish ham bor, biroz. Ha, achish bor. Ko'p terlash holatlarichi bo'lib turadimi? Yo'q, terlash degan narsa kam. Yo'q dedilar menimcha. Yo'q dedilar, terlash yo'q ekan. Demak, achishish, qichishish holati bor. Yoshingiz nechida? 65 ta. 65 ta. Tana vazn normadami yo semizroq, ozroq qanaqa holat? Bo'yim 168 kilo, tana vazn 157 kilo. 57 kilo. 157 mi? Yo'q. Bo'yim 168, vaznim 57 kilo. Ha, ozonchadan keyin. Aha, demak ixchamlar 57 Oldi kilo. Qachondan beri bu muammo sizni qiynamoqda? 15 kun bo'lib qoldi, ha? 15 yil? 15 kun. 15 kun. Ha. Tushunarli. Javob beradi. Rahmat. Xo'p, 15 kun deyaptilar, demak ko'p bo'lmabdi, xudo xolisi. Endi bu yerda terini o'zgarishi yo'q deyaptilar, baribir ko'rish kerak, sababi bir xilida o'sha nozik terini yengil qipqilanishlarni bemor sezmasligi mumkin masalan. Uni ko'rish kerak. Agar haqiqatan terida umuman o'zgarish haqiqatan bo'lmasa, demak, har xil o'sha sezuvchanligi, ya'ni nervlar bilan, terini o'sha nerv tolalari bilan ozgina bog'liq shamollash holatlari, shunga o'xshagan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Buni endi individual yana ko'rish kerak. Misol uchun tahorat olganda, boshqa qilganda, suv teganda, keyin qurinish holati to'liq bo'lmasa, masalan, o'sha nervni biroz shamollashi ham o'sha ma'lum bir vaqt shunaqangi bir paresteziya deymiz, sezishini buzilishi, har xil o'sha achish hissiyotlari, qichish hissiyotlari berishi ham mumkin masalan. Bu endi bir ma'lum nima deydi, sabablardan biri bo'lishi mumkin. Lekin agar terida yengil bo'lsa ham biror bir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, har xil cho'l sohalaridagi rivojlanuvchi zamburug'lik kasalliklar, ularni bir endi boshlanish holatlari ham bo'lishi mumkin. Endi ko'rish kerak albatta. Shifokorga murojaat qilishlari kerak. Murojaat qilishlari kerak albatta. Va shu o'rinda bizda yana qisqa tanaffus, reklama bor. Reklamadan so'ng yana sizni eshitamiz. Marhamat. Voy, eng qiziq joyda to'xtadi-ya. Siqilmanglar, hozir qaytamiz. Adasi, eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga promokod berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari, marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Xotinimdan iltimos qildim. Sizga ham tayyorladi. Tim hammaga yetadi. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi.
Azizlar, barchangizga xayrli kun tilaymiz. Sizni eshitamiz loyihasi jonli efirda namoyish etilmoqda va biz bugun shifokor mutaxassisimiz dermatolog Sarvar Rahimov bilan aynan teri kasalliklari va ularni davolash bo'yicha suhbatlashmoqdamiz. Eslatib o'tamiz, aynan bizning bugungi mehmonimiz teri kasalliklarini davolash bo'yicha 15 yillik tajribaga ega shifokor, Yemo klinikasi mutaxassisi hamda lazerli davolash bo'yicha xorijda tajriba almashgan. Bu borada katta tajriba maktabiga ega shifokor hisoblanadilar va ularning Instagram manzillari ham ekranlaringizda hozir namoyish etiladi. Bemalol o'zingizni muammolaringiz, aynan teri bilan bog'liq muammolar bo'yicha bizning shifokorga murojaat qilish imkoniyatiga egasiz. Va yana savol-javobni davom ettirsak ham bo'ladi. Mana 1 soatdan ziyodroq vaqt davomida muxlislarimiz turli savollar bilan murojaat qilishdi. O'zlarini qiynayotgan teri kasalliklari bo'yicha yana qaysi teri kasalliklar bugun e'tiborimizdan biroz chetda qoldi deb hisoblaysiz? Biz tilga olmagan, biz eslamagan qaysi kasallikni yana bir bor eslatib, bundan ogohlantirib qo'yishimiz kerak yurtdoshlarimizni? Xo'p, o'zi aslida teri kasalligimiz bu boshqa yo'nalishlarga nisbatan eng ko'p desak bo'ladi, chunki adabiyotlarda salkam 3000 ta turlari bor deyiladi. Albatta buni ko'p uchraydigan emas, asosiy qismlari juda kam, noyob turlari hisoblanadi. Lekin ko'p uchraydiganlar kamroq albatta nisbatan. Endi hozirgi sanab o'tilgan demak nisbatan ko'p nimasini, ko'p uchraydigan bir turlarini gaplashib o'tdik. Ko'p murojaat bilan kelishadigan bir vaziyatlarni aytib o'tdik. Endi aytilmagandan biroz o'sha soch to'kilish haqida menimcha kamroq gaplashdik. Demak, soch to'kilishi ham teri kasalligimi? Albatta, tashqi tomonlama demak muammo bu soch bo'ladimi, tirnoq bo'ladimi, terimiz bo'ladimi, barchasi demak teri kasalligi, dermatologik kasallik hisoblanadi albatta. Va soch to'kilishi bo'yicha qanday tavsiyalarni bera olasiz? Avvalambor demak soch to'kilishini har xil turlari, tasniflari bo'ladi. Uni o'sha tepakallik androgen alopetsiya deymiz, erkaklarda ko'proq rivojlanadi. Afsus, ayollarda ham bo'lishi mumkin. Bu bir yo'nalish. Boshqa yo'nalishda demak o'choqli soch to'kilishlar ham bor. O'choqli soch to'kilishlar ham ularni ham ko'rinish jihatidan demak har xil bo'ladi. Mayda-mayda tangacha ko'rinishdagi dumaloq ko'rinishdagi soch to'kilishlar paydo bo'lib, vaqt o'tish davomida bu o'choqlar soni ko'payib, bir-biriga qo'shilish natijasida keng sohalarni egallash mumkin. Va nafaqat soch, masalan, soqol, qosh, kipriklarga ham, badanga ham o'tib ketish, albatta o'tib ketishi mumkin. Bu subtotal, total yoki bo'lmasam generalizatsiyalashgan butun birorta tuk qolmaydigan darajagacha eng og'ir shakllar ham yo'q emas bor. Asosan bu soch to'kish androgen o'choqli alopetsiyalarimizni ko'proq autoimmun jarayon deymiz, ya'ni o'zimizni qonimizdagi immun tizim mana shu soch piyoschalarini, ildizlarini atrof to'qimasi, qon tomirlariga va o'sha bevosita piyoschlarni o'ziga qarshi kurashadigan bo'lib qoladi va sochlarni demak mo'rtlashtirib, ularni oson yengil tushib ketadigan holat vujudga kelishi mumkin. Davolash bormi? Bu vaziyatda ham imkon darajada eng yengil paydo bo'lgan o'sha dumaloq o'choqlar yengil paydo bo'lgan holatda qancha erta biz ularni tashxislab, erta tekshirib va erta bularga davo choralarini qilsak, natija ham tez bo'ladi. Afsus, ko'p nima deydi, joylari ko'payib ketgan bo'lsa, qaytish jarayonlari ham nisbatan ancha qiyinlik tug'dirishi mumkin albatta. Demak, ma'lum bir uzoq muddat davomida aynan soch to'kilishi bilan bog'liq muammolar bartaraf etilishi mumkin. Albatta. Bundan tashqari diffuz soch to'kilishi deymiz, bu endi ko'pchilikda bo'lishi mumkin. Masalan, umumiy sochni siyraklashishi, ya'ni erkak yoki ayol hammada demak bo'lishi mumkin. O'sha umri davomida sekin-sekin mana aytishadi, oldin qalin edi, taraganimda boshqacha edi. Ayollar ayniqsa, misol uchun o'rganimda qalin bo'lib turardi, hozir noziklashib ketdi deb nima qilishadi. Bu endi ko'pchilikda bo'ladigan vaziyat. Buni ko'rib o'rganish kerak. Har xil gormonal o'zgarishlar, har xil endokrinologik kasalliklar, xo'p, har xil stress faktorlar, oshqozon ichidagi muammolar ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda ham demak bevosita o'sha nimalarga, sabablariga ko'ra o'rganib, bevosita dori-darmonlar, mahalliy o'zini muolajalari, bevosita soch ildizlariga ozuqa beruvchi maxsus preparatlar bor, ukollari terini o'ziga qilinadi va sekin-sekin demak sochlar yana qalinlashib, o'z holatlariga kelishi mumkin albatta.
Rahmat javoblaringiz uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, o'z salomatligingizga befarq bo'lmang. Organizmingizdagi kichik bir o'zgarishni sezdingizmi, darhol shifokorga murojaat qiling. Xususan, teri bilan bog'liq muammolarda aynan shifokor dermatolog huzuriga borishni sizga tavsiya etamiz. Sarvar aka, dasturimizdagi bugungi ishtirokingiz, ma'lumotlar, tavsiyalar va maslahatlar bo'yicha va o'z tajribangiz bilan bo'lishganingiz uchun sizga o'z tashakkurimizni bildiramiz va sizni yana studiyamizda kutib qolamiz. Va bugungi dasturimiz o'ylaymanki, tomoshabinlarimiz uchun ham juda manfaatli bo'ldi. Rahmat, sizlarga ham rahmat, taklif uchun rahmat va yordamimiz tegani uchun faqat xursand bo'lamiz. Rahmat, sog' bo'ling va sizni faoliyatingizda yangi marralar, yangi zafarlarga erishishingizni tilab qolamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha xayr azizlar, sizni eshitamiz loyihasini kuzatishda davom eting.